Salam dostlar. Ben Erkin Sıdık. Bugün sizlerge 1000 saatlik Uygurca uçuk avaz sandını kuruş projekti hakkında azraçça düşünce bergendim. Bugünkü videoda bazı kırındaşlar menden soratıdı. Qanday qilishni bilmedik. Ben qilib baqdim, ovoz oldimmi, olmadimi, to'g'ri qila oldimmi, qilolmadim, uqmay qoldim deb. Shunga ayrim tushuntirganga qaraganda men mishadlan bir tushuncha bir baqay deb o'yladim. Bu men bir burun qilib boqmagan ish. Hozir shu kompyuterga bu yonfonimni qartib qo'yib turib, xuddi Facebookda naq maydondan bir narsa tarqatganga o'xshash bir shaklda qilyapman mani. Shunga bir qilib boqay bularni bo'lmamdi, menimcha bir sinab boqaylar herhalde. Bo'lmasa o'chirib qayta qilsak bo'ladi. Buni texnik yaxshi qila oladigan qarindoshlar bo'lsa, sizlar qilib bersanglar texnik yaxshi. Hozir bu turni boshlig'ili 2 oy bo'libdi. Bizniki bir qism bir guruh qarindoshlarimiz buni qilyotqili 2 oy bo'libdi. 2 oyninki ichida ilingan ovoz 26 soat bo'libdi hozir. 26 soat. Abaydaman degandek bu 1000 soatlik ovozni ilish hozirgi nishon shu 1000 soatlik. Aştaq bo'lgan chaqda yana 975 soat bor degan gap. Bugun shuni qilayotgan inimiz bilan bir qatim fikr almashtirdim. Uniki deyishcha dastlabida ishonmagan chaqda birinchi qatimda dastlabki qadamda mashina 100 soatga yetkazib boqqan bo'lsak deydi. Bo'lsa mana shu bir haftaning ichida 100 soatga yetkazishga bir tirishib boqqan bo'lsak, mush bir ishni qilib boqayli o'pcha. Endi agar bir odam 1 soatdan vaqt chiqarsa, 1000 odam qila oladi degan gap buni. Men sizlarga har haftada mushtaq bugungidek videoni chiqarish uchun 3 soatdan 4 soatgacha vaqt chiqaraman har haftada bir haftada dilamkan, mush qilamkan. Ashta bo'g'ashqa endi millat uchun xizmat qilaman degan joyda mushtaq qilish kerak, unga mushtaq vaqt chiqarish kerak endi. Agar bo'lsa imkoniyati bor bir qism qarindoshlar 1 soatdan bo'lsa undan ko'proq vaqtlarni chiqargan bo'lsanglar. Men mana bir ko'rsatib boqay hozir. Qanday bo'ldi bilmayman. İnternet osankan, ham qiziqarli ekan. Men bugun o'zim sinab boqdim. Buniki 2 vazifasi bor ekan. Birisi ovozga elish, birisi ovozni tasdiqlash. Boshqalar olgan ovoz to'g'ri bo'ldimi, bo'lmadimi, shuni tasdiqlab berish kerak ekan. Ikkinchi vazifa. Ikkisini qani qilsanglar bo'laverdi. O'zingizning ovozni olsanglar bo'ladi yoki boshqalarning ovozini anglab, uni tasdiqlab bersanglar bo'ladi. Oldidan tilim.org degan torbetga kiringlar. Mishalik torbeti shu mavu. Tilim.org degan hozir ko'rsatib qo'ydim yerda. Ashuna kirsanglar, ang ustidilamkin mana bu 1000 soatlik Uyg'urcha uchuq ovoz sandini qurish projekti deb xat bor mana menga ko'rsatyapman bu yerda. Shuni cheksanglar, ma mazmun ochiladi. Bu mazmunniki agar sal asl tutsanglar, men yerda bir torbeti bor mana. Men bir torbeti. Torbetning adresi mana bu. Muşun çeksanglar, mashg'ulot olib boradigan yer ochiladi. Bu yerda 2 tanlash bor. Men ikkisi chiqdim ko'p boqaya. Birisi so'zlash, o'ng tarafida so'zlash deb chiqdi, sol tarafida anglash. Sol tarafida anglash, o'ng tarafida so'zlash mening qo'llaya. Buni qanday boshlayman desanglar, so'zlash uchun mikrofonniki simvoli bor mıydı? Muşunu bassanglar bo'ladi. Anglash uchun miyani bassanglar bo'ladi. Ikkisini qasib qilsanglar bo'ladi. Aldilar men so'zlay deganni biz sinab ko'rsatib qo'yaysizlarga. Hozir mikrofonniki rasmini bastım. Bassam xat chiqdi. Bizniki bu yerda oldigan ovozni uchun mushu xatni o'qishimiz kerak. Qancha to'g'ri o'qisak shuncha yaxshi. Agar to'g'ri o'qiyolmagan bo'lsak, har bir odam o'zinglarniki bir 4-5 jumlani epiqib, onandagi o'zinglarnikidan anglab eqib, bo'ptimi, bo'lmabdimi? Agar bo'lmagan bo'lsa, qaytadan og'ilib bo'ldi ekan ovozi yana. Nihoyatda qulaylik ishlanibdi motorbeti, masalan, hozir ko'rsatib qo'yay. Hozir men mana o'qib boqay. Buni o'qishdan burun ostida yana mikrofondagi rasm bor miyada. Qarab boqaysizlar, ko'rindimi, ko'rinmadimi? Ben üzerime kuruyutay bunu. Bunda miyada yana bir mikrofonun rasmi bor. Ben bir barmoq chiqib turdi buniki.
Ma mikrofonun resmi. Muş mikrofonun resmini besip bo'lgandan keyin andan keyin so'zlaydi ekanmiz. Boshini basmoqchilik alqi ovozni elish boshalmaydi ekan. Shu ma'ni bosgandan keyin andan keyin besib ayir chiqqan xatni o'qisak bo'ldi ekan. O'qisak shu ovozimiz ilindi ekan. Ovozimiz ilinib bo'lgandan keyin buni nima qildi ekanmiz? Ovozimiz ilinib bo'lgandan keyin alqi to'xtatilgan bir to'rtchasi resim chiqdi ekan. Agar shuni bossak bu xuddi video kameralariga o'xshashlangan resim kameralariga o'xshashlangan ekan. Agar shuni bossak, mana agar shuni bossak to'xtaydi ekan bu. Men mana sal bir chekka qapirib olay. O'zim xatni ko'rmay qo'yapti misol. Nima bo'ldi ekan. Hozir boshlab men ko'rsatib qo'yay sizlarga. Hozir so'zni ovozni eshitishni boshlayman. Men meni bosaman. Begim chiqdi yağmuldan, qo'rqib ketdim do'rg'isidan. Mikrofon açılmadı deb chiqibdi buni. Mikrofonim açılmaganda. Men to'g'ri. Meniki kompyuterimda mikrofon yo'q. Esimde yo'q. Men buni ishlatish uchun bir boshqa kamera o'rnatishim kerakdi. Men odatda bitta kamera o'rnatib ishlatatdim. Sal tutib turdim. Men ishga kamerani o'rnatib olay. Bu kompyuterda nima yo'q. Kamera yo'q. Kompyuterim o'zida kamera yo'q. Shunga men sirtdan kamera ishlataman. Aslida mikrofon bati ishlamayapti. Tutib turdim men hozir. Sirtdan bir mikrofon o'rnatay. Ben hozir sirtdan bir kompyuter o'rnatdim. Buni qayd qilib boqay. Men qayd etib boqay. Kechiringlar, men qayd etib boqay. Hozir yandım oqiga. Ondan keyin bir yengilib o'tdim. Yengilib o'tib, hozir hamda so'zlay deganni tanlay. So'zlay deganni tanladim. Ma bir xat chiqdi. Bu xatni bir qatim mashq qildi oldi bilan bir qatim kirib olmasa, obda o'qib olmay ekan. Dünyadaki lezzetlerinin lezzeti sana muhabbet bağlayan kızdan keladi. Ma söz meştakken bunu endi o'qay, rasmi o'qay. O'qishdan burun men abetin degandek, bu yerda bir mikrofondagi surati bor, ostida, mashxatning ostida. Shuni bosaman, ajab ma chiqmay ketdim yerda. Men o'zim ko'rmay ketib bordi kechiringlarmi? Baş mikrofonu basıp andikin so'zlayotganmiz. Hozir mikrofonni basay. Dünyadaki lezzetlerinin lezzeti sana muhabbet bağlayan kızdan keladi. Ma bu birinchi so'zlab bo'lgandan keyin to'xtatish rasmini bosdim. Bassam yana bir so'z chiqdi. Mikrofonning surati chiqdi. Ma ikkinchi so'z Mındaqken her qandaq ishda aldırma, taqat qil, özünü tut. Mana bir o'qay hozir. Her qandaq ishda aldırma, taqat qil, özünü tut. Hozir to'xtatdim. Yana bir jumla chiqdi. Buni bir o'qib boqay. Bu 6 o'lchab 1 kas degan so'z ekan. 6 o'lchab 1 kas. Shunda qilib hozir men jami 3 jumla so'zni oldim. Hozir qarasanglar, ekranning sol tarafida Abed ağa 3 jumlaniki mundarizdak narsa chiqdi bu yerda. Ma belge, birinci belge bunu o'zimizniki so'zini qo'yib anglag'ili bo'ladi.
Mavu qaytadan alaman degan belgi ekan, mavu yollayman degan belgi ekan. Ovozingizni ham bahrilang dedi. Buni bir bahrilayman siqil bo'ldi ekan. Shu oldida bir anglab baqayli abaytinki so'zimiz qanday ilinganligini. Buni anglab beqish uchun meni bosdi ekanman. Dünyadaki lezzetlerinin lezzeti sana muhabbet bağlayan kızdan keledi. Hani ikkinchisi anglab baqayli. Her qanday ishda aldırma, taqat qil, o'zingni tut. Endi uchinchisini anglab baqayli. Olti o'lchab bir kas. Ma üçüncüde bana üçüncüsü yarıdı ama birincisi yarımadı. Şuna birincisini qayta baqayli. Ben mişa şu deyman. Hazır qayta otururken bassam, yani bassam birinci cümlenin üzerine çıktı qaytadan. Bunu yine okşaşla burunqadaklamken aldılar mikrofondaki resimini besip, avazını elip, ondaki to'xtatib qo'ysak bo'ldi ekan. Ana shuni qilib baqayli. Dünyadaki lezzetlerinin lezzeti sana muhabbet bağlayan kızdan keledi. Bunu to'xtatib oldum. Endi qayta anglab baqayli belki birincisini. Dünyadaki lezzetlerinin lezzeti sana muhabbet bağlayan kızdan keledi. Sizlarga mushuncha ko'rsatay. Qani sizlar sinab yaqinlar bo'lsa, aytaman degandek qarindoshlar mushqa bir to'p qo'shsanglar, dastlabki nishonimiz buni 100 soatga opirish bo'lsin. Hozir 26 soat ekan. Men meni besib baqay, meni nima chiqadiganligini. Bu Twitter va Facebook'um bir chiqirman degan gapga uni biz chiqamsam bo'ladi. Shunday qilib, andan keyin oxirida otla yo'lla degani bor ekan. Buni yo'lla qarab qo'yat. Doklad tezlatma talla deydi. Yo'lla degani chiqmayotdi. Doklad kelgan qilib baqay. Doklad yo'llash. Bu jumlada qanday masalalar duch keldingiz? Bu menga lazım emas ekan. Hozir endi men anglab qo'yganlarini yo'l o'tay degan bu turliq yo'lni qo'shadi qaragan chaqda. Ish qilib mana shundaq obatni anglab baqdiq, anglab bo'ldi. Demak bu yo'lni bo'ldi degan gap mening tushunishimcha. Andan keyin yana birisi boshqalarnikini anglayman desanglar, menda anglaydigan tanlashma ekan menda. Anglaydigan. Bu yerni bossanglar, boshqalarga avvalgini anglab tasdiqlang bo'ldi ekan. Meyde endi bassam avval hatırlaşını tamamlamsız deydi. Ünge eliş ahırlaşsın degende basmakçı. Ünge ahırlaşsın avazını yollaş. Koşulu men yolunu oldu. Endi anlaydıganı biz bakayım yani. Bu anlaydıganı bastım. Anlaydıganı basıp meyde qo'yg'il bo'ldi ekan, yani ovozni qo'ydigan belgi chiqdi ekan. Elektromagnet to'lqini qanday hosil bo'ldi? Meyde ikki tanlash bor ekan. Birisi bo'libdi deydi, yana birisi bo'lmabdi deydi. Siz men anglab qo'ygandan keyin ikkisidan birini tanlaydi ekansiz. Boshqa o'qigan narsani yana ikki odam tasdiqlasa, undan keyin kuchli bo'ladi ekan. Menimcha men bo'libdi, shunga men bo'libdi degan tanlay. Hozir yana birisi chiqdi. Bununki İngiliz tilini yaxshi o'rganish bo'lsa, bizning o'rtaq nishonimiz debdi. Buni qo'yib baqaylik. O'rtada quyish belgisi bor ekan. Xuddi unalg'iga o'xshash. İngiliz tilini yaxshi o'rganish bo'lsa, bizning o'rtaq nishonimiz. Menimcha bu bo'ldi ekan, shu buni bo'libdi deb tanlay. Demak, hozir men 3 jumlani o'qidim, 2 jumlani tasdiqlab etdim. Albatta men degan ikki vazifam shu, buni qani qilsak bo'ladi ekan, bo'lsa boshqa bir yerdan qolgan bo'lsanglar. Burada mesela ben bu da işte qilib baxmagan, bilgan sinab baxdim, ko'rib baqayli qanday chiqqanligini. Maqam mesela xo'sh Allohga emanet.